Assalomu alaykum, qulupnay ixlosmandlari, dehqon akalar, yangi qulupnay ko'chat qilishni o'rganayotgan o'zimizga o'xshagan dehqonlar. Mana bugun chisloyimiz 2025-yil 20-iyun sanasi. Bizni manzil Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida. Bizni tayyorlagan ko'chatlarimiz o'zim ham mana birinchi marotaba kasetada ko'chat tayyorlashim. Bugun tayyorlagan ko'chatlarim 20 kunlik bo'ldi. Ropparasi 20 kunlik bo'ldi. Ko'chatlarning holatlarini hozir sizlarga ko'rsataman. Bu oldin o'zim yerda ko'chat tayyorlardim. Kasetada o'rganish uchun 1600 dona, mana shu joyda 1600 dona ko'chat tayyorladim. Ustozlardan so'rab, YouTubedan ko'rib, bilgan ustozlardan so'rab hozir erishgan natijalarimni, qilgan ishlarimni hozir aytib o'taman. Ko'chatlarning holati bu 50 talik kasetaga qilganman, yarmi 48 talik kasetada bo'lgan. Ko'chatlar hozir 20 kunlikda shu ahvolda. Bular 50 talik kasetada. Ildiz tizimlari ancha rivojlanib qolgan. Mana bular 50 talik kasetalarda. Mana bular bular 50 talik kasetalarda, narigi kattalari 48 talik kasetalarda. Bu yerda nima ishlar qilindi? Avvalo tanoblar yulib olindi. Yulib olinib, kasetalarga tayyor bo'lish jarayonlarida birinchi o'rinda tuproqlarni hozir bu yerga solingan kokos maydasidan foydalanilgan, boshqa hech narsa qo'shilmagan, kokosovый substratdan foydalanilgan. Idishlarga solingan kasetalarga va birinchi o'rinda 10 litrga mana shundan bir dona Max Plus degan qizil ildiz chirishlarga qarshi maxsus dori bor ekan. Bundan 10 litrga 10 gram qo'shilgan. Bu ozgina o'zim uchun olib kelingan idishi. Katta idishini rasmini olmagan ekanman. Maxim Plus buni nomi. Bundan 10 litrga 10 gram. Kornavindan 10 litrga bir pachka qo'shilgan. Tanoblar 20 minut ana shu suvga uvitilib, undan keyin mana shu kasetalarga o'tkazilgan. Kasetalardagi mahsulot tuprog'i hozir 100% lik kokos maydasi. Undan keyin ko'rib turganingizdek, tepasi 75% lik salqin qiladigan qo'lbola qilib salqin qiladigan moslama qilingan. Undan keyin sim qo'yildi. Simlar imkon qadar qulupnayga tegar-tegmas, shu bir qarich klyonkani yopganda bir qarich ko'tarib turiladigan darajada bo'lsa bo'ldi ekan. Mana bu chekasida hozir klyonkalarni yig'ishtirib olib qo'yganmiz. Mana. Yaxshilab sug'orib, tanoblarni o'tkazilgandan keyin bu 7 kun davomida dimlangan. 7 kun davomida dimlangan va 18-kundan boshlab kechki paytlari ochilib, kunduzi yana dimlab qo'yildi. Bir 15 kun, 7 kun batamom atroflari turpoqlab dimlandi. 15 kungacha keyin ochiq havoga o'rgatilib, hozir 20 kunlikda, mana 15 kundan beri umuman shu issiq sharoitida tepasini yopilgan yo'q. Ochiq havoga xudo xolasa o'rgandi. Shu davrgacha qo'shimcha bergan oziqalarimiz. Kaseta ko'chatini oziqlantirish. Mana shu Og'abek YouTube kanalidan ko'rib shu oziqalarni qo'lladim.
kalsiy nitrat 10 litrga 6 gram, yantarnik kislota 10 litrga 2 gram, temir yarim gram, amoniy nitrat bu selitra 1 gram. Bu birinchi kuni sepilgan. 10 litr suvga eritib, mana shu 1600 ta ko'chatga birinchi kuni sepilgan. Oradan ikkinchi kuni sepilmaganda 2 kun o'tkazib turib, 3-kuni keyingi sostav sepilgan. 0,5234 10 litrga 5 gram, magniy sulfat 10 litrga 2 gram, mikroelement 10 litrga 1 gram, kaliy nitrat 10 litrga 2 gram. Bu 3-kun sepilgan. Xullas, mana shu ikkala oziqani 15 kun davomida men 2 kun, 3 kun oralatib esga tushganda 4 marotaba sepdim. Va sepishni hozir ham davom etkazib turibman. O'pshi 6 marotaba shu 20 kun bo'lguncha 6 marotaba 2 kun, 3 kun sepilyapti. Hop, endi qo'shimcha mana bu oziqalarni ham sepish kerak deyilgan, lekin hali bularni sepganim yo'q. Shiraga qarshi 20 kunlikda, ildiz chirishiga qarshi organika F sepish kerak deyilgan, leonardit oziqa berib turish kerak deyilgan. Hali lekin bundan bu yog'ini sepganim yo'q. Bemalol buni screenshot qilib o'zlaringga foydalansalaring bo'ladi. Lekin tepadagi ikkita mana shu ikkita sostavni sepdim. 6 marotaba sepdim shu kungacha. Endi sug'orish qanday bo'lyapti? Hozircha sug'orish mana shu karcher yordamida, karcher bo'lmasa lekada ham bo'laveradi. Hozir 3 kundan beri shu 1600 ta kasetaga 3 marotaba, 4 marotaba suv sepilyapti. Ko'chatni holatiga qarab, haligi har soatiga qo'yib sepganim yo'q. Ko'chatni holatiga qarab, agar barglari tashasa, yengil sepib qo'yilyapti. Mana shu joyini bir marta sug'orish uchun shu 15 litr, 20 litr suv ketyapti mana shu apparatda. Mana shu tartibda sug'orib borilyapti. Ki yana bitta e'tibor qiladigan masala bor. Klyonkani 7 kun dimlangandan keyin ochish payti bor, yopish payti bor. Kechqurunlari ochib, 7 kundan keyin to 15 kungacha kunduzi berkitib turiladi. O'shanda bitta narsaga e'tibor berish kerak. Ochayotgan paytda kechki salqinda ochish kerak. Tashqaridagi gradus bilan klyonkani ichidagi gradus teng bo'lganda, havo salqin paytda ochish kerak. 4-5 larda issiq tashqarida 25 gradus, klyonkani ichi 40 gradus bo'lib isib ketadi. Shu paytda ochib yuboriladigan bo'lsa, qulpinoylar anchagina stressga tushib, xuddaligi yosh bola shamollaganga o'xshab stressga tushib qolishi mumkin ekan. Yopish payti ham sekin-sekin bir kun soat ertalab 8 da yopsangiz, keyingi kuni 9 da yopasiz, qaytarib, keyingi kuni 10 da yopasiz, keyingi kuni 12 da yopasiz, sekin-sekin keyingi kuni yopmay qo'ya qolasiz. Shunaqa qilib, yopish paytini kunduzi holatiga qarab sekin ochib yopish, qulpinayni sekin ana shu ochiq havoda turishga o'rgatib olinadi. Bizning videoyimiz yangi ko'chat qilayotgan foydalanuvchilarga, o'zimizga o'xshab o'rganayotganlarga foydali bo'lib qolsa, naf tegib qolsa xursandmiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Mana foydalangan oziqalarimiz. Mana bu tanobni uvitish uchun qo'shilgan 10 litrga 2 dona qo'shilgan. Mana shu Karnevindan Maxim Plusdan tanobni uvitgan paytda ikkalasidan bundan 10 litrga 10 gram qo'shib bitta tog'orada 20 minut uvitib olingan tanoblar.